toshkentliklarda qudachilikda o'sha tagi kim ekan? Abdulladanmi, Mirdadanmi, Eshondadanmi, Xo'jaladanmi degan narsa. Bu bir manbalari bu narsa bormi? Tarixdan qayerdan kelib? Xo'p. Quda andachilikda surishtiriladi, Mir, Eshon, shunga o'xshagan narsalar tagi bormi, tarixi bormi? Bor. Saidlar, eshonlar, to'ralar, bular istilohlar. Bu istilohlar har joyga qarab har xil iste'mol qilinadi. Asosiysi payg'ambar alayhissalotu vassalomning avlodlariga nisbatan nomlar har xil ishlatiladi. Ba'zilar aytadi, Hazrati Alining avlodlari bo'ladigan bo'lsa, Hazrati Alidan tarqagan bo'lsa, Saidlar deydi. Aksar dunyoning aksar mamlakatlarida Saidlar bo'ladi deydi. Saidlardan deydi. Ba'zi o'lkalarda buni to'ra deydi. Masalan, Namanganda to'ralar deydi. To'ra deb payg'ambar alayhissalomning avlodlarini aytadi. Masalan, Sobitxon to'ram o'tgan. Sobitxon to'ra degan odam o'tgan, alloma bo'lgan, u kishi zamonasidagi eng faqih odam bo'lgan, Saidlardan bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning avlodlaridan. Men o'zim Mulla Qirg'izda o'qiganman. Men bilan birga o'qigan bir bola bor edi. Qori bor edi. O'sha Saidxon to'rani abirasimi shunaqa edi. Shajarasini ko'rsatgan. Dadasi borib Rasulullohga, Hazrati Aliga boradi. Qiz tomondan Fatima onamizdan. To'ra deyish mumkin, eshon deyish mumkin. Eshon ko'pincha ustozga ham aytiladi. Eshon ba'zi regionlarda ustozga eshon deyilgan. Bular mana shu jihatdan, bularni bilish nima foydasi bor desa, haqiqatda Sayyidlardan bo'lsa, haqiqatda Rasulullohning avlodi bo'ladigan bo'lsa, bir karra hurmatga loyiqroq bo'ladi. Hurmatga loyiqroq, chunki avlodi Rasulilloh, payg'ambarning avlodida fazilat bor. U avlodni hurmat qilishimiz kerak hammamiz. Nimaga desa, ularni ortiqcha tomoni yo'q, ular nimadandir bizdan ustun emas, hurmatga loyiq. Rasulullohning avlodi bo'lganligi uchun. Ular zakot yemaydi. Zakot ular yemaydi. Ularga musulmonlar shunday yordam berish kerak. Kambag'al qilib qo'ymas kerak ularni. Va bunga o'xshagan istilohlarda, etimologiyada biroz farq bor, lekin umumiy ma'noda tarix shunga qadaladi. Rahmat. Yaqinda Husayn qori ham, Andijonlik Husayn Shayx Husayn Buxoriy ham, domla siz shu amalni shuni bajarib bering, bir yaxshi eshon qolmayapti deb nima qilib qolirdilar, talabli qordomlar, biz unga yaramaymiz-da deb uzr aytdi. Chunki u mas'uliyati borda, ertaga javob berishi bor. Shuning uchun aytiladiki, eng eshon bo'ladigan odamda eng past maqomi qanday bo'lish kerak? 80 kilometr atrofdagi holatni bu yog'i ham 80, bu yog'i ham butun atrofdan 80 kilometrdagi joyda o'tirgan yerida ahvolni bilib o'tiradigan, o'sha muridlari gunoh qilyaptimi, savob qilyaptimi bilib o'tiradigan bo'lsagina shu 80 kilometr radiusdagi odamlarni qo'lini olishga ruxsat qilinadi shunga. Chunki ertaga javob berishi borda, o'shalar agar gunoh qilayotgan bo'lsa o'nglay olish kerak. Bilib turib, noto'g'ri qilyapsan deb ularga tanbeh bera olish kerak. Qachon uni bilaydigan, qamrab oladigan makoni kengayorsa, o'shancha joyni keyin murid qilishi mumkin, o'shancha joydan qo'l olishi mumkin buni. U har kim ham eshon bo'lib ketilmaydi. Ana shunaqangi javobgarlik bor. Shuning uchun Hazrati Hoji Ahrori valiga kelib ertaga muridlarga javob berasizmi, moli dunyoyingizga javob berasizmi desa, "Yo'q, men muridlarga javob beraman" degan ekanlar. Shuncha moli dunyoga javob bermaysizmi? Deganda, "Yo'q, javob ber." Nimaga desa, chunki bu moli dunyolarning muhabbati sizni ana lippayingizdagi bir tangaga bo'lgan muhabbatingizcha emas degan ekanlar. Bo'lmasa u bir tangani hech kim bilmaydi, ishton borga u orasiga o'zlari o'tkazib qo'yganlar xolos. O'shani ham bilib o'tirgan ekanlar. Ana shunaqangi dunyoga muhabbat bo'lmasa, dunyoda zohatlik degani shu. Bu dinimiz tarki dunyochilikka, butunlay dunyodan ketishga emas, dunyoga muhabbat qilmaslikka buyuradi.